Assalamu alaikum aziz yurttaşlar. YouTube kanalımızı açtık. Açılış münasebeti bilen birge sizlere zor imkaniyette savdo xarid imkaniyetini beremiz. Neçe deseysizler gelin de bir yandan tushuntiramiz. 6 milyon so'mlik uqaloq gelinlerden satıp alınma bizlerden elden hiç qanaqa to'lov olasiz. Fakat bir pasport, bir plastik evaziyle resmi iş joyi bo'lishi gerek. Hem pensioner, yaşa değil pensioner 66 yaşacha bo'lishi gerek. Geldik, xarid etede 6 milyon so'mga xarid etede aylık to'lovi 222 ming so'm chiqadi. Gelin unda aytmaymizda 2 farzandime 2 uqaloq olacakman desangiz, bunda 4 milyon so'mga trekker tuttu. Bunda 6 milyon so'mga hajikni tuttu. İkkalasini xarid etaman, uka eldimdan to'lovim yo'q, men pensiyadaman, 66 yoshdaman deydigan odamlar uchun 10 milyon so'm bo'ladi. İkisi aylık to'lovi 370 ming so'm bo'ladi. Bu narsa har kim elinden gelmesligi mümkün. Lekin bizda imkoniyat tupar ko'pmiz. Şimdi bir yandan vereceğimiz danıştırmamız eğer doğru geldiğimizde halasasla online tarzında halasasla geleste xarid etesizde bemalol. Bir yandan başlasak hakiki uqaloqimiz orijinal versiya 6 milyon so'm 7 satılgan 6 milyon tushib qo'yilgan. Haqlovchilar eldinden 30%'ını to'lab üzerinden narxini 3 oya bölüp beremiz. Farkı yok. 1 milyon 800 ming so'm to'laydi, 4 milyon 200 ming so'm qoladi. Her ayda 1 milyon 400 ming so'mdan beklab tashlaydi. Hech qanaqa ustamalarsiz. Haklarınca varıp görüşeceğiniz mümkün narxnamanı çalıştırıp. Trekkerimiz 4 milyon so'm duradı. Eldinden 1 milyon 200 ming so'm to'laydilar, 2 milyon 800 ming so'm 3 aya bölüp to'laydilar. Pant uqaloqimiz 4,5 milyon so'm duradı. Eldinden 30% to'laydi, qolgan pulni 3 aya bölüp to'laydilar. Halavchilar uchun 1 yil, halavchilar uchun 3 yil. Uni hech qanaqa yerda ishlanma, rasmiy daromadim yo'q desa, bir pasport va bir plastik evazida xarid etishlangiz ham mumkin. Fakat bu narsani 1 aya, 3 aya, 5 ay, 6 ay, 1 yildan xaridlar açık bizlerde, gelaverasizda. Keyin hamma mahmudiyat qilgan Süleyman uqaloqimiz. Sultan uqaloqimiz endi 4-5 yil oldi bor. Bizlar Sultanni bilamiz. Sultan uqaloqimiz 7 milyon so'm satılgan. 6 milyon 200 ming so'm qo'yib beraman. Oxirgi aksiyamda 6,5 milyona qo'ymadim. 6 milyon 200 ming so'm. Chester uqaloqimiz 4,5 milyon so'm. Halovchilar uchun gelip xarid etishingiz mumkin. 330, 230. Yana bir narsani aytib o'taylik. Buni cho'zganning foydasi yo'q. Hali birinchi 100% ish günümüz YouTube tarmog'ida shu narsani aytib o'tishimiz kerak. Eng zo'r, eng dum chiroyli narx kerak bo'lsa, fotolar taraflaman sizlar imkoniyat kerak bo'lsa kelinglar. Shohxonamiz bor, servantlarimiz bor. Uqaloqlarimiz, stollarimiz, shohona stollarimiz, koloniya ustallarimiz farqi yo'q. 300 ming so'mdan 3 milyon bor. Bemalol murojaat etaverasizlar.